Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abu Bakr, nimaga yig'laysan? Men dunyodan o'tganimdan keyin ham sizlarga manfaatim yetib turadi. Hayotlik davrimda qanday yordamim tekkan bo'lsa, dunyodan o'tganimdan keyin ham xuddi shu yordamim tegadi. Ummatimni qilgan har bir amallarni farishtalar menga ko'rsatib turishadi. Yaxshi amallaringlarni ko'rsam sevinaman. Yomon amallaringlarni ko'rganimda mag'firat qilishini, kechirishini Allohdan so'rab yaratganga iltijo qilaman. Ey birodarlar, quloq solinglar. Qaysi biringlarni eshiginglar masjidni ichidan ochilgan bo'lsa, bugundan e'tiboran eshiginglarni yopinglar. Magaramki Abu Bakr Siddiqning eshigi ochiq qolsin. Men Abu Bakrning eshigidan nur chiqib turganligini ko'rdim. Odamlar menga kufr keltirganda birinchi bo'lib iymon keltirgan Abu Bakr bo'ldi. Og'ir damlarda suyab, og'ir damlarda qatorimda turgan, yordamchi bo'lgan Abu Bakr bo'ldi. Men Abu Bakrdan roziman degan gapni sahoba ikromlarning o'rtalarida gapirgan ekanlar. Hattoki ko'p sahobalar taajjubda bo'lib, nima uchun Rasululloh bizning eshigimizni yopishni, Abu Bakr Siddiqning eshigi ochiq qolishni buyurdilar degan gaplarni bir-birlariga gapirganlari ham bo'lishdi. Payg'ambarimizning dardlari vazmin bo'lib, o'ringa yotib, kundan kunga og'irlashdilar. Hazrati Bilal namoz xuftonga azon etib, sahobalarning hammalari janob Rasulullohning yo'llariga muntazir bo'lib kutganlarida payg'ambarimiz namozga chiqa olmadilar. Bilal Habashi: "Ya Allohning rasuli, sahobalar yo'lingizga muntazir bo'lib turishdi, namozga chiqasmi?" deganlarida 3 marotaba o'rnlaridan turib g'usl qilib, 3 marotaba xushlardan ketib o'ringa yiqildilar. "Ey Bilal, jamoatga yetkazing. Rasululloh o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib qoldilar. Dardlari vazmin bo'lib qoldilar. Men bugun namozga chiqa olmayman. Meni o'rnimga Abu Bakr Siddiq imom bo'lib namozni ado etsin" dedilar. Bu gapni eshitgan Hazrati Oysha onamiz: "Ya Allohning rasuli, meni otam Abu Bakrni ko'ngli yumshoq, ko'zlari juda ham yoshli. Mehrobda sizni joiz bo'sh turganligini ko'rib, toqat qila olmaydilar. Yig'lab yoradilar, qiroatlarni odamlar eshita olmaydi. Sizni o'rningizga u zot imom bo'lib namoz o'qib bera olmaydilar" degan gapni aytdilar. 3-4 marotaba takror qilsalar ham janob Rasululloh qat'iyan rad qildilar. Abu Bakrga ayting, Abu Bakr bugun namozni ado etsin dedilar. Abu Bakr Siddiq birinchi marotaba payg'ambarimizning o'rnlariga imom bo'lib namozni ado etib berdilar. O'sha kuni sahobalarning o'rtalarida xavotir kuchayib, payg'ambarimizning dardlari vazmin bo'lib qolganliklaridan qo'rqib, uylariga keta olmasdan masjidni yig'izori